Assalomu alaykum hurmatli iste'molchilar, aziz onalar va yosh kattalarga ham albatta. Bu qo'limizdagi maxsus prebiotik hisoblanadi. Bilasiz, biz odatiy holatda probiotik hamda prebiotiklarga ko'proq hayotda duch kelamiz. Negaki yosh chaqaloqqa ham mana hozirgi kunda qorindagi muammolar, ichak sanchiqlari, qorni dam bo'lishlari, ichigini har xil mana yashil holatda kelishlarini ham ko'rasizlar yoki shilimshiq holatda kelishlari, antibiotik terapiyalardan keyin ichi buzilish holatlari bor. Aksariyat holatlarni biz faqat bitta so'z bilan disbakterioz deb ataymiz. Aynan mani qo'limda turgan bu mahsulot prebiotik hisoblanadi. Buni bemalol yosh bolalardan boshlab yosh kattalarga ham berishingiz mumkin. Nimasi bilan yaxshi deganda, mana ich qotadigan holatlar bo'ladi. Qachonki ichakda yomon bakteriyalar ko'payib ketadigan bo'lsa, o'shalar uchun maxsus yechim. Bemalol buni yosh bolalarga ham mana shunaqangi o'zini idishchalarida ertalab yoki kechqurun bemalol bersangiz bo'ladi 2 mahal. Odatiy holatlarda mana lakta bifidobakterin deb aytamiz. Bu nimasi bilan yaxshi? Bu aynan o'zingizni ichagingizdagi mana shu foydali bo'lgan bakteriyalar uchun juda ham yaxshi oziqa hisoblanadi. Bolalarga ich qotishlarda, yosh kattalar, yotib qolgan bemorlarga, masalan, insult va hokazo bo'lgan insonlarda ham ajoyib ich qotishini yo'qotib beradigan, ichakdagi foydali bakteriyalarning o'sishiga sababchi bo'ladigan prebiotiklar. Ichak yaxshi bo'ladigan bo'lsa, immunitetingiz yaxshi bo'ladi. Ichak yaxshi bo'ladigan bo'lsa, sizda serotonin miqdori oshish hisobiga kayfiyatingiz ham go'zallashadi. Ichak yaxshi bo'ladigan bo'lsa, miyangiz tinchlanadi. Nima demoqchiman? Farzandingizni ichagini yaxshilik, bo'y o'sishlari ham, diqqat xotira tafakkuri ham yaxshi bo'lishni boshlaydi. Va albatta hamma ovqat ichakdan so'riladi. Shuning uchun farzandingizda stomatit holatlari bo'ladimi? Tilidagi o'yilish holatlari bo'ladi yoki o'zingizdagi og'zingizdagi qarash holatlari, nalyot deb aytamiz yoki og'iz hidlanishlari holati bo'ladimi? Marhamat, prebiotiklarimizdan bemalol iste'mol qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling.